Qolaring dedi. Yo'q, shunaqasi ham bo'ladimi? Meni o'rtoqlarimni kenaysi kiyimlarigacha dazmollab berar ekan. Bu qilmaydi, ko'p gapirma. Amakim yetish kerak. Kelinlari haddi oshganini bilib qo'ysa. Hali ko'rasan. Shoshmay tursin. Men isbotlalilaringni berdim. Hali hammasiga bitta-bittalab ko'rsataman. Bu kelin hali uzoqqa bormaydi. O'z oyog'i bilan bu uydan chiqib ketadi. Yana o'qitishga bordingizmi? Saidni oyoqlari yurmasa, nogiron bo'lib qolsa, yosh kelin unga qarab umrini o'tkazmaydi-yu. Qarasa, bir oy qaraydi. Nari borsa 3 oy. Keyin ketadi. Meni aytdi deysan. Bunga endi o'qitishni umuman hojati yo'q. O'chi. Dadasiga qaramaydimi? Xotinim uni ham o'ziga o'xshab tarbiyalagan. Birovga xizmat qilmaydi. Hatto o'ziga ham. Mana sizga xotinimga deb aytdim. Mehr bersin, erkak uyda qoladi. Bo'lmasa ko'chada mehr yeydi. Shunaqa. Ularga mehr emas. Pul kerak. Ular dunyoning pul bilan o'tishadi.